Abituriyentlar, yaqinroq keling. Biologiya imtihonlaridan ko'p tushadigan qo'shqa rasmga mavzusida markaziy genni aniqlashni o'rganamiz. Masala quyidagicha jadval berilgan bizga va jadvalda qoida bo'yicha eng ko'p organizmlar nokrossoverlar, eng kam organizmlar qo'shqa rasmgalarni tashkil qilgan. Yuqorgi tomondan men ikkita organizm muammoni yozib oldim. Bitta qo'shqa rasmgalar, bitta nokrossoverlarni. E'tibor bersak, dominant K genlarida o'zgarish yo'q. Retsessiv M genlarida ham o'zgarish yo'q. Faqatgina o'zgarish L genlarida. Demak, bizda markaziy gen L bo'ladi. Markaziy genni topishni o'rganib olgan bo'lsangiz, kommentariyada masalani oxirigacha yechib, A va B javoblarini yozib ketishingiz mumkin. Abituriyentlar, yaqinroq keling. Biologiya imtihonlaridan ko'p tushadigan qo'shqa rasmga mavzusida markaziy genni aniqlashni o'rganamiz. Masala quyidagicha jadval berilgan bizga va jadvalda qoida bo'yicha eng ko'p organizmlar nokrossoverlar, eng kam organizmlar qo'shqa rasmgalarni tashkil qilgan. Yuqorgi tomondan men ikkita organizm muammoni yozib oldim. Bitta qo'shqa rasmgalar, bitta nokrossoverlarni. E'tibor bersak, dominant K genlarida o'zgarish yo'q. Retsessiv M genlarida ham o'zgarish yo'q. Faqatgina o'zgarish L genlarida. Demak, bizda markaziy gen L bo'ladi. Markaziy genni topishni o'rganib olgan bo'lsangiz, kommentariyada masalani oxirigacha yechib, A va B javoblarini yozib ketishingiz mumkin.